Bahardek güllerim barda bir çağlar. Bahardek güllerini sığındım acep. Şu sebep özümni taşlab etmedim. Ötsümü beşimdin talayla kısmet. Köp qismliq ovozliq asar Judunda ichilgan gul. Avtori va kirishtiruvchi Yusufjon Abdurahmon. To'rtinchi bob. Bo'ron chopqin. 13-qismi. Nur Ali'den ayrılgan günden itibaren qilcha azaplanmadım, yaş dökmedim desem, yalga aytgan bo'laman. Hayotimizga ta'sir qilgan, ko'nglimizdan o'rin olgan bir odamni unutish shuncha osonmi? Odam degan yaxshi ko'rgan odamdan emas, birga yashab ko'ngan ermak hayvonlardan ayrilib qolsa-mu, yuragi og'rib tortishadigan tursa. Qandaqli bo'lmasa, u burun men yaxshi ko'rgan odam. Uning bilan shuncha go'zal daqiqalarni birga o'tkazdik, sirdashdik. Bu haqiqatni hech kim o'zgartirmaydi. Ham men inkor qila olmayman. Uningga baxt dilgan shu kundan e'tiboran xeyli bir mezgillargacha esimga kelolmadim. Ammo kunlarning o'tishi bilan apam aytgan haqiqatni ko'nglimga mahkam o'rnatib, hayotlikning menga eng go'zal, eng yaxshisini tanlab berdiganligiga ishonib, kunlarimni sabrchanlik bilan o'tkazdim. Bu mezgillarda uyga kelgan necha elchilarni noumid yo'lga soldik. Yaqin do'stim Arzigul dardlarimni bak tortishdi. U mening azoblarimni obdan bilgachga menga ortiqcha gap qilmaydi. Uning to'y kunlarining yiqilishiga agishib, o'zimni texim g'ayr bes qiladigan bo'lib qoldim. Ammo u mening janjigar do'stim tursa, uning xo'shallik kunlariga o'rtoqlashmasam, uning qandoqmi yaxshi do'sti bo'la olmayman. Shunglashqa, ko'nglimdagi bearamchilikni, ma'yuslikni qat'iy sirtqa chiqarmaslikka tirishdim. Uning to'yi nihoyat shodxo'ramlik ilkida oxirlashdi. Garchi do'stimning baxtini ko'rib xushal bo'lsam-mu, ammo nemishqidir uningdan ayrilishga chidamay qoldim. Amdi Arzigul kelsa, ko'nglimdagi gaplarimni kimga aytaman? Dardlarimni kimga to'kaman? Uning bilan kichikimdan tortib birga o'ynab cho'ng bo'lgan edik. Uning ko'ngli daryodek edi. Xohlasam yig'laydim, xohlasam ochiqlarimni chiqarib olatdim. U har chaq, har minut menga ruhiy tubrik bo'lib, har ishimga osonlik tilaydi, madad beradi. U menga faqat do'st bo'lib qolmay, yaxshi bir qarindishimdek edi. Arzigulning ati to'yi bo'ladi degan oqshimi hujramda uning bilan paranglashib o'ltirganimizda tuyuqsiz apam kirib, ikkimizning yig'ilishib o'ltirganimizni ko'rib, beshimizni silab turib, shundoq degan edi. Ko'rmamdigan, bu ikkisining bo'lib ketganini. Bo'ldi, qizim, o'zingni tutib ol. Arzigul o'lgili ketyapmaydi, baxtini tepishga ketyapti. Uning xo'shallik kunlarida yig'lamay, xo'shal bo'lishing kerak. Arzigul to'y qilib ketish bilanla do'stlikni tugab ketmaydi. Atugün sen mi talaliq bo'lasan? Yine davomli sirdishib, aloqalashib o'taversizlar. Shundaqmi, Arzigul qizim? Apam shundaq deganda, Arzigul ikkimiz o'zimizni tutib ololmay, quchoqlashib, yig'lashib ketgan edik. Shundaq qilib, Arzigul to'y qilib, yoqa yurtga ketdi. Men xuddi tikandek yolg'iz g'ayribsinib qoldim. Tiniqlarim ig'ir, xiyollarimning cheki yo'q.
Hiç bir işqa rayim yok aldı uydu atatdım. Hayatlık poezi kütmegen bir çağda Nur Ali'ni aldımga keltirip elip ketkendek, mana emdi en yakın dostum bolgan Arzugülnümü turmuşumdan elip ketken edi. Nur Ali bilen hoşlaşkan şu günlerde nachar kayfiyatda nurgun dostlarning telefonlarini almay, uçurlarını cevapsız qo'yganlarim, qancha qatim do'stlarimning ko'nglini g'ash qilganim esimda yo'q. Do'stim Arzugül to'yidan ilgari o'zimni hargiz tashlab etmasligimni, vaqtning hamma ishni hal qildiganligini, vaqtning o'tishi bilan bu azoblarni pak-pakiz unutib ketadiganligimni aytgan edi. Azoblarni odam xohlagancha unutib ketolmaydi ekan. Ammo Arzugül degandek vaqtning o'tishi bilan azob va ko'ngilsizliklar bara-bara unutilishga boshlaydi ekan. Men shu g'ayrib kunlarimda tuyuqsizla Aqsu Avaddan Tanhaning menga avatgan bir parcha xotirasi bilan kitobni topshirib oldim. U avatgan kitob Kakku qayt sayraganda nomli kitob edi. Men bir chaqda Tanhaga Kakku qo'ngan tal nomli kitobni o'qiganligimni, kitobdagi ta'sirlik voqealar menga bek ta'sir qilganligini aytib bergan edim. Tanha avatgan bu kitob dal shu kitobning davomi edi. Men tuyuqsiz kelgan bu sovg'atdan ham xushal bo'ldim, ham to'lima hayron qoldim. Men kitobni qo'yib, xotirni qo'limga oldim. Xotirida uning menga yozgan xatlari bor edi. To'limi qiziqish, hayronlik ilkida xotirni o'qishga boshladim. Taqdir ajoyib bo'ladi ekan. Hech qanday tanishmaydigan, qandoshlik munosabati bo'lmagan odamlarning mehr muhabbatini chambarchas bog'lab, ayrilolmas qilib qo'ydi ekan. Malikam, sen bilan zodi qachon tanishganligim esimda yo'q. Ammo shu go'zal oqshomda sen bilan tanishganligim va yuz bergan qizg'arliq ish hali ham yodimda. Shu ishlarni o'ylasam, hali ham ixtiyorsiz kulib ketaman. Shu go'zal oqshomda sana telefon qilsam, telefonni opangning olg'ini qiziq. Mendan savol so'rab ketishlar cho'tihi. Mening qizirib tatirib gap qilolmay qilishlarim. Buningdagi sabab sening ismingni bilolmaganligimdan edi. Nemishqa shu chog'larda seni Malikam deb atamagan bo'lg'aydim. Rost, o chog'larda sen texi qalbimga bisib kirmagan. Men uchun eng suyumli odamga texi aylanmagan edim. Biz ana shundoq tanishdik, Malikam. Mayli Simistonning sovuq kunlari, mayli yozning pishg'irim issiqida, yoki bo'ron chopqinlik kunlarda bo'lmasin, bir-birimizga hamroh bo'lib sirdishib kelyapmiz. Mana amdilikda do'stlik muhabbatga, yolqinlik sevgiga aylandi. Mening ahvolim manım shundoq alayda bo'lg'achqa, men doim o'z-o'zimga men birarsini qat'iy yaxshi ko'rib qolmasligim, qalbim har vaqt muz okeandek sovuq turish kerak deb eskartish berib turardim. Biroq sen mening qalbimdagi muzlarni eritib, qalbimni gulxonga aylantirding. Mendek hamma narsaga parvosiz qaraydigan bir bangboshni, faqat senila o'ylaydigan, sen uchun, sening xushalliqing, sening baxting uchun hamma narsadan, hattoki jinimdinmi kechishga tayyor turadigan boshqacha bir odamga aylantirding. Muhabbating orqali meni o'zgartding. Men qachon sen bilan tanishdim, ana shu kundan beri miskin qalbim xushalliqqa to'ldi. Chiroyimdan ko'ki ketmaydigan bo'ldi. Sen bo'lg'achqila suyish va suyishni haqiqiy tunib yetdim. Sen menga sevgi muhabbat berding. Hammani berding. Men sendan mangu rozi, Malikam. İkimizning
deyishmaydigan gaplarimiz yo'q, ha, Malika. Sen xushal bo'lsangmi, xafa bo'lsangmi, eng avval menga aytatding. Menga necha qatam yig'lab berganing esingdami? Meni shu chaq nihoyatda aniq esimda. Gerçi shu chaqda yoningda turib, ko'z yoshlarini surtib, seni bag'rimga ching bisib, o'miqim, men seni mangu baxt qilaman deyilmagan bo'lsammi, azoblaringga hamdam bo'lgan edim. Ba'zida jilib bo'lib qolgan chaqlaringda menga sovuq muomala qilsan. Bundoq chaqda men nima qilarimni bilolmay qolaman. Bundoq chaqlarda sen xuddi kichik bolalarning o'ziga aylansan. Shunga o'zimni sana bir umr qarzdordek his qilaman, Malikam. Muhabbatdan ko'ngling azaryap, boshqalarning vafosizligini so'zlab turib, nemishqa sen saqaymaysan? Saqayib, meni amringga olsang bo'lmamdi, meni baxtli qilsang bo'lmamdi degan so'zlarini anglaganimda shirkimni pichoq kesgandek achchiq bo'ldi. Aytqina, mening saqayg'im, seni amrimga olg'im yo'qmi? Agarda saqayib ketsam, seni amrimga olg'am, sana hammani ato qilgan, seni xuddi malikalarni kutgandek kutgan bo'lar edim, Malika. Ammo rahimsiz taqdir, achchiq reallik buningga yo'l qo'ymaydigan o'xshaydi. Bir kunlari bizmi murodimizga yetsak, bizmi baxt ichida bir yil, yo'q, bir oy bo'lsa-mu baxt ilkida yashab baqsaq nima bo'lar deb yig'ilgan vaqtlarim ko'p bo'ldi. Lekin achchiq reallik oldida seni baxtli qilishga amalsizman, Malika. Rost, men seni baxtli qila olmayman. Lekin sen meni baxtli qila olayding. Ba'zida seni barliq to'salg'ularni yengib yenimga kelishga. Bundoq bo'lganda sening zo'r badal to'laydiganliging menga ayon. Men sening jabr tortib qilishingni xohlamayman. Mening sababimdan baxtsiz bo'lib qolarmi deb bakli ansirayman, Malika. Men sana baxt berolmadim, lekin chin muhabbat berdim. Men sana bir illiq oila ato qila olmadim, biroq kuyinish, mehribonlik ato qildim. Sen menga mehr berding, kuyinding, xushallik berding. Sening menga ato qilganlaring oldida mening sana berganim dengizning bir tomchisi xolos. Malika, keyincha aramızda qandaq ishlar yuz bermasin, mendan hargizmi ayrilma. Bo'lamdi. Rahimsiz taqdir sababidan jismimiz ayrilsa-mu, qalbimiz mangu tutash bo'lsin. Xuddi tor dunyosidagi ashu ko'ngillik chayxonamizga o'xshash. Men bekli ansirayman, Malika. Sendan ayrilib qilishdan. Kunlarning birida ujurum bo'lgan qush kabi yiroqlarga ketishingdan bekli ansirayman. Lekin yanıla men sana ishinaman. Har bir so'zingga, menga bo'lgan muhabbatingga cheksiz ishinaman. Tog'lar o'rilib bo'lsa-mu talqon, zaminga yiqilib tushsa-mu osmon, shundumu va'damiz bo'lmaydi yolg'on. Bizning muhabbatimiz xuddi mushu she'rda aytilgandek. Malika, men seni so'yman. Seni so'yman. Ta adoqcha, oxirgi tinqim qolg'uchi so'yman. Menga tanlash fursati 100 qatim, 1000 qatim kelsin, faqat seni tanlayman. Ham seni amrimga elib, qo'ltiqlashib minishni xiyol qilaman. Chunki sen mening mangulik so'yginim. Malika, har qatim sana telefon qilganimda ovozingni har anglasam, o'zimni shunchalik xushal his qilaman. Balalarcha qiliqlarim, nozliq erkilashlaring meni ajoyib shirin hislarga cho'mdirib,
baxt osmonida allaylatadi. Senden ödüney. Seni daim körelmisammo hech gap yo'q. Lekin ovozingni kunda anglamasam haqiqatan chidamayman. Manga va'da ber. Keyingi kunlarda qandoqli ishlar yuz bermasin. Gerçi hozirgidek quyuq aloqa qila olmasaqmi, kunda birer qatim bo'lsa-mu, ashu yaqinlik, men tashna bo'lgan ovozingning quloq tuimda yangrab turishiga kapolatlik qil. Shundoq qila olsang, mening miskin qalbim azroq bo'lsa-mu, xushallik topadi. Manga ana shuning o'zi kifoya. Men sana mengu oshiq. Malika, senden kütediğinin her vakit ümit var bol. Hayatlıkka külüp bak. Beşinga her kanç külbetler kelsimu çida. Zerikken, başkalardan köngülün azar yiyen. Hayattan bizar bolgan çağlarında meni esle. Mana telefon qil. Gerçi yanında durup sen bilen mürini getirip küreş qilib, seni bağrımga çыңı bisip, köz yaşlarımni öz kolum bilen sürtüp koyalmasammı? Qaygı hasretleringe tang hemden bulumen. Ruhi cihetten medet ilham bermen. Umah Malika, yeni bir iş yadında bolsun. Navada, keyinki kunlarda, beşinga eğir kunlar kelip, turmuştan köngülün ağırsa, o dol yenimga gel. Qalb işkim, Uyumның işki sana mengü uçuk. Kucaklarım kucaklışanğa, levlerim süyüşünge teşna. Sen mening hayatımda tunci hem en ahırkı kıtım söygen kız. Men seni söyüp kanmağan. Şundakla mengü kanmay ötüp gidimen. Şunu unutma. Özü şirah bolsun mu? Köngülü sana en yakın bolgan, seni mengü süyüdügan, seni her vakit sığınıdıgan bir aşık yigit var. O bulsumu del men. O muqim, sen kalbimde mengü melikiga o'xshaysan. Kalbimdeki ornun, sana bolgan muhabbetim özgermeydi. Malika, gaplerim hiçbir tugaydigandek emas. Şundaqdımı? Sana deydigan gaplerim muşu yergichi bolsun. Şunisi aniq esingda bolsun ki, sana bolgan qalb izharim mengü tugmaydi. Hayır, özüni asra. Salomatligingga diqqat qil. Bu xotira sana aşık bolgan bir yigitning qalb izharining bir tamchisi xolos. Seni yana bir qitim ko'rishga intizorman. Bu mazmunlarni o'qib tugatguncha ko'zlarimdan qancha qatim yosh qo'yilganligini sanab berolmayman. Bu mazmunlar necha vaqtdan beri azariyab muz bo'lib ketgan yuragimni qayta eritib, bahli ta'sirlantirgan edi. Bu xatda tanhaning haqiqiy chin hissiyoti, cho'nqur asabi, menga zarqib talpinishlari yozilgan edi. O'ylamabdiman. Tanha shuncha vaqtlardan beri menga haqiqiy oshiq shayda bo'lib, hech kimga aytolmagan bu dardlarni faqat ichida saqlab ketdi. Men xatlarni o'qib bo'lib, o'zimni tutib ololmay yig'lab ketdim. Abdori ve kirishtiruvchi Yusufjon Abdurahman. Ro'ylarga Maryamgul Xushxo'y, Yusufjon Abdurahman, Abduquddus Mattursun, Mutallibjon Qabul, Valijon Ili, Fatima qatorliqlar ovoz bergan.